Ba'zi hollarda nikohga mutlaqo yo'l qo'yilmasligi mumkin. Gap shundaki, nikoh yoshi to'g'risidagi qonunchilikni yoki nikoh tuzish tartibini buzganlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. Unga ko'ra ruhiy kasalligi yoki aqli zaifligi sababli sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilganlar, boshqa nikohda turgan shaxslar, tug'ishgan va o'gay aka-ukalar bilan opa-singillar o'rtasida, shuningdek farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o'rtasida nikoh tuzish nikohga monelik qiluvchi sabablar hisoblanadi va bunga amal qilmaganlarga bazaviy hisoblash miqdorining 70 baravarigacha jarima solinishi mumkin. Shuningdek, qonun loyihasida quyidagilar nazarda tutilgan. Nikohga kirish yoshini hokimlar tomonidan qisqartirish uchun asos bo'ladigan holatlar sifatida homiladorlik, bola tug'ilishi etib belgilash, yon shajara bo'yicha 2-chi, 3-chi va 4-chi darajadagi qarindoshlar bilan nikoh tuzish nikohga monelik qiladigan holatlar sifatida kiritilishi. Ayni shunday qonunlarning qat'iylashishi va javobgarlik choralarining og'irlashishi jamiyatda beparvolikka emas, mas'uliyatga yo'l ochadi. Chunki sog'lom va baxtli oila tasodifan emas, balki adolatli va qat'iy qonunlar himoyasida shakllanadi.